Qaraxonilarning qimmatlik miroslarini qo'g'dug'ichi Mas'udbek Yalvaç. Moğol qag'alliqining to'hpikor dona vaziri Qaraxonilarning moddiy va ma'naviy miroslarini qo'g'dab qolgan Uyg'ur azimat Mas'udbek Yalvaç milodiya 1191-yili 2 noyabr shanba kuni dunyoga kelgan. Ilida tug'ilib, Qashqarda vafot bo'lgan donglik Uyg'ur olimi Jamal Qarshining bayonlariga qaraganda Mas'udbek Yalvaç buyuk Qaraxonilarning poytaxti Qashqar shahrida dunyoga kelgan. 1289-yili 22 oktyabr vafot bo'lganda o'zi insho qilgan Buxorodagi Mas'udiya madrasasiga dafn qilingan. Mas'udbek kichigidan boshlabla otasiga agishib, ham tirikchilik, ham jahondorchilik yo'llarini pishiq o'rganib ketgan edi. Milodiya 1209-yili Atiyazda İdiqut Uyg'ur xoni Barchuq Ortekin Mahmud Yalvaçning maslahati bilan kelajak ittifoqdishini to'g'ri tanlab, Uyg'ur tarixida burilish paydo qilgan edi. Keyincha Chingizxon Mahmud Yalvaçning nuqul bir savdogar bo'lib qolmay, yana pishqon diplomat va jiroqni ko'rar dono siyosiyon ekanligini bayqab, uni yenida xos maslahatchi qilib ishlatgan. Chingizxon uning maslahati bo'yicha o'z dushmanlarini tartib bo'yicha tarmar qilgandan keyin xonavayron bo'lgan iqtisodni va jamiyatni asliga keltirish ishini uningga topshirgan. Shu chog'larda amdili quromiga yetgan yosh yigit Mas'udbek otasi bilan billa Oltoy tog'larining sharqidagi Naymanlar ili, Mo'g'ul dalasining janubidagi O'ng'utlar ili va Chingizxon o'ziga qo'shib olgan Shimoliy Xitoy yurtlarini qisqa vaqt ichida qayta qurib chiqib mo'jiza ko'rsatgan. Chingizxon 1219-yildan 1221-yilgacha Xorazm xonligi qo'shinlarini to'liq tarmar qilib, 1223-yilgacha uning ilkidagi hamma yurtlarni to'liq ishg'ol qilgandan keyin ota-bola Yalvaçlarni billa elib qaytib ketgan. 1225-yili o'g'illari Chag'atay va Jurjilarning Markaziy Osiyoda toza putirab turolmayotganligini his qilib, ota-bola Yalvaçlarni burunqi Qaraxonilar xonligi va Xorazm xonligi tavasidagi yurtlarni idora qilishga avatgan. Amdili 24 yoshlarning qarisini olgan Mas'udbek bu qiyin vazifani otasi bilan billa o'rinlab, qisqagina 10 yilga yetmagan vaqt ichida Chingizxon butunlay xonavayron qilayotgan Buxoro, Go'rganch, O'trar, Xorazm va Samarqand qatorliq cho'ng shaharlarni qaytadan insho qilib, texmi obod qilgan. Bu olamshumul mo'jiza 1229-yildan buyon yangi qog'on bo'layotgan O'giday qog'onni ta'sirlantirgan. Shunga O'giday qog'on 1236-yili yozda Oltin xonligini yo'qitib, Shimoliy Xitoy va O'tir Xitoyni to'liq qo'lga olgan chaqda Mahmud Yalvaçni xonbaliqda turishliq to'liq huquqliq buyuk tutuq qilib tayinlab, uning bu yurtlarni qaytadan obod qilishini orzu qilgan. Uning 10 yillik ajriga minnatdor bo'lish uchun uning o'g'li Mas'ud Yalvaçni Beshbaliq, Qarxo'ja, Ilbaliq, Olmaliq, Qiyobaliq qatorliq an'anaviy İdiqut Uyg'ur shaharlaridan boshlab toki Qashqar, Xotan, Yakan, Buxoro, Samarqand, Xorazm, Go'rganch va Xuroson shaharlarigacha bo'lgan butun Markaziy Osiyo bo'stonliqlariga bosh vali qilib tayinlab, nihoyatda martabalik o'ringa qo'ygan. 1241-yili 11-dekabr ota-bola Yalvaçlarning orqa teriki O'giday qog'on tuyuqsiz qazo qilgan. Buni tepilmas fursat deb qaragan Chag'atay darhol Mas'udbekni isyon ko'tarmoqchi degan batnom choplab, ko'zdan yo'qotish uchun Olmaliqdan bir guruh alayida qotillar qo'shinini xon yorliqi bilan avatgan. Ordudagi va qo'shindagi Mahmud Yalvaçning iltifotiga erishgan bir qism amaldor va alamdor vazirlar xufiyona holda Buxoroni qayta qudrat topqizish bilan band bo'layotgan Mas'udbekka bu shum xabarni oldin yetkazgan.
Turanning bosh valiylik mansibini tashlab berishdan boshqa chorasi qolmagan Mas'ud beg noiloj vazifasini tark etib, Chag'atayning raqibi bo'lgan Oltin O'rda xoni Batuxonning huzuriga ketib qolgan. Bu chaqda Batuxon O'giday Qag'anning o'limidan xabar tepib, Yevropadagi biroqli ishg'ol qilinish oldida turgan Polsha, Germaniya, Fransiya va Ispaniyalarni tashlab, cho'ng qo'shinni Dashti Qipchoqqa qaytirib kelgan edi. Batuxon Mas'ud bekka xuddi otasi va bovisiga hurmat ko'rsatgandek izzati bilan qizg'in qarshi elib, 5 yil burun qurib chiqqan Oltin O'rda xonligining yangi poytaxti Saray shahrini kengaytirish va obodlashtirish ishini uningga topshirgan. Mas'ud beg bu vazifani 6 oydan to'liq o'rinlab, cho'ng qo'shinning qiynalmay qishlashini kapolatga ega qilgan. Otasi vafot bo'lgandan keyin Mas'ud beg o'z ixtiyorligi bilan siyosiy va mulkiy mansablarini bir-birlab xonlarga va ularning qobil vazirlariga tashlab berib, oxirgi umrini shimolda Ili vodisidan janubda Tarim vodisigacha, sharqda Turpan o'ymonligidan g'arbda Qashqar va Farg'onaning g'arbidagi Buxorogacha bo'lgan ona yurtida ilm ma'rifat o'choqlarini qayta insho qilish va yangicha oliy maktablar va kutubxonalarni qurishdek ahamiyatli ishlar bilan o'tkazgan. U 1242-yili qurishga boshlab 1247-yili bitirgan dongliq oliy maktab Mas'udiya madrasasi degan nom bilan mashhur bo'lgan. Mazkur madrasa 1212-yili Naymanlarning qochoq xonzodasi Kuchlik xon butunlay vayron qilib o'tgan mashhur Sochiya madrasasining xarobasida qad ko'targan edi. Mas'ud beg yana 1260-yili mazkur madrasaning yeniga Saodat kutubxonasi insho qildirib, ayni chog'dagi dunyoning hech bir yerida topilmaydigan barliq qimmatlik va bebaho kitoblarni bu xazinaga to'plagan edi. Mas'ud beg 1289-yili 22-oktyabr Xo'jandda vafot bo'lgandan keyin Buxorodagi Mas'udiya madrasasiga dafn qilingan. Shu yili 11-oyda uning cho'ng o'g'li Abu Bakr Mas'ud Yalvach beg nomi bilan Qayduxon tarafidan rasmiy otasining izbosarligiga tanlanib, otasiga havola qilingan barliq vazifalarga to'liq huquq bilan tayinlangan. Ayni chog'dagi zamondosh tarixchilar va o'rta asr tarixchilarining baholariga qaraganda Mas'ud beg alam va qalam mahoratida, siyosat va boshqarish ilmida otasi Mahmud Yalvachdan necha hassa eshib ketgan bo'lib, Jamal Qarshining Mas'ud begni tarixda hech qanday bir hukmronni maqtab baqmagan fasohatlik va balog'atlik madhiyalari buni aniq ko'rsatib bermoqda. Jamal Qarshi o'z bahosida Mas'ud begni bütün hukmronlar havas qilishqidek fazilatlar, oliyjanoblik, mardlik, donolik, talantlar, hurmat va mahoratlar bilan sifatlagan edi. Jamal Qarshi o'zining 22 yillik umrini Mas'ud beg bilan billa tang kurash qilib o'tkazgachga, uning bahosi boshqa har qanday tarixchining bahosini besib tushdi. Rus tarixchisi Bartolitmo Otabala Yalvachlarga yuksak baho bergan bo'lib, uning qarshicha Mahmud Yalvach qog'onliqning sharqiy qismining tanho hukmroni. O'g'li Mas'ud beg bütün Turanning haqiqiy hukmroni va bosh xazinadori edi. Uning maslahatsiz xon ordisidan farmon tushmaydi. Xonlar butunlay uning ta'limoti va ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'ratdi. Mas'ud beg 1239-yildan 1289-yilgacha uda 50 yil vaziyati jiddiylashib va davolg'ib turgan Markaziy Osiyo Turan bo'stonliqlarini bo'libmi Uyg'ur shaharlarining qayta xarobalashib ketishini to'sib qilibli qolmay, yana texi har qaysi xonliqlar orasidagi majralarni dana bir taraf qilib, Uyg'ur milliy madaniyatining mazkur 50 yilda gullab yashnab, burunqi buyuk qarxonilar davridagi oltin davrini qayta barliqqa keltirgan. Uning Jamal Qarshi qatorliq tangdishi yo'q nopozliq olimlarni Olmaliq va Samarqand qatorliq vaziyati davolg'ib turgan markazlardan bir qadar tinish bo'lgan Qashqarga to'plishi
Uyg'urlarning milliy madaniyatining tarim vodisida qayta jo'sh urib rivojlanishiga asos solgan. Natijada 1144-yildan 1212-yilgacha xonavayron qilingan Qashqar shahri Mas'ud Bagning tirishchanligida qayta gullanib, ikkinchi Buxoro deb ta'riflangan edi.